Bugün anlaydıgının küçük özüge qandaq dost tapdı degan hikoya. Burunning burunusida bir küçük bo'lgan ekan. U o'rmon zarliqda yakka yegona yashaydi ekan. Keyincha u yolg'iz yashayverishdan zerikibdi-da, o'ziga bir do'st topmoqchi bo'ldi. Biroq u topmoqchi bo'lgan do'stining dunyoda hech nimadan qo'rqmaydigan botur bo'lishini orzu qiladi ekan. Küçük dost izlab yurgan kunlarning birida bo'rining tulkini adablayotganligini ko'rib qopti. Hey, yo'qol! Mening tavalligimga qadam bosishga qandoq petinding? Xafa bo'lmasizlar, bo'ri janoblar. Ov qilish bilan bo'lib ketib, tinib kelib qoptiman. Ov qilarmish. Hey, tulki! Mening oldimda o'to'g'riliq gap qilishdan uyalmamsan. Kechirsizlar, taqsir. Kechirsizlar. Gapni oz qilib, ko'zimni yo'qol. Eli baka. Xo'p, taqsir. Dünyada en batır hayvan böylekende. Salam Böraka. Nemişsin ba? Ben sizin dünyadaki en batır polvon işkenliginizi görüp dost bulayla dep geldim. Dost bulaylı demsen. Boptu. Aka qolingni. Rahmet Böraka. Rahmet. Küçük, teş yetip uyqungni uxla. Bo'lmasa, eyiq kelib ishkimizni yeydi-da. Bir bıyıktın koku diken emasmı? Dünyada hemmetin güçlüki eyikkende. Emmesi ben eyik bilen dost bolsam boğuday. Salam eyik oka. Biz dost bulup birlikte yaşaydı. Makul mu? Dost bulup birli yaşasak dedin mi? Boptu. Birli yaşasak yaşaylı. Rahmet eyik oka. Neymançı bekadın beka kavaysan. Avazını anlap şirkilip bizni yesin demsen. Teşak. Eyik şimdi koku diken emasmı? Digende şimdi izlep tepip onun bilen dost bulup edemdi. Salam şir canapları. Sen qaysi iqlimdin? Nasl nasabing nima? Mening oldimga nima deb kelding? Muşu ormanlıkны makan kıgılı uzun boldu. İşitmesledim ben. Könglimdekidek birer dost toplamaya yürettim. Sılının donkılarını alıp dost bulay dep geldim. Kichikkina holingga do'st bo'laman deb meni izlab keldingmi? Ben seni bilen ilişkili emas. Dost buluşku geldim. Dostluğun haqiqiy kıymeti çok kichik demez. Samimi sadakat de. Sen xili aqlliqni ekansan. Bo'pti. Do'st bo'lsak bo'laylik. Hey, nimaga qavaysan? Ormanlık şıldırlavadı da. Boş gap qil. Chatig'ing nima? Uyqungni uxla. Yeni bir kay olmaz gelip. İkimizni yavtidi.
Şirning bu qo'qidigan nimasi borkina? Nimani dedi? Yolvos. Hap, yolvosni deb do'st bo'lmasam hamdi. Salom, yolvos oliylari. Nima qilib yuriysan bu yerda? Oliylarga salom beray deb keldim. Kichik bo'g'ini bilan jur'atlik nima ekan o'zi? Salomga kelishdan maqsading nima? Do'stlik. Xo'p, do'stlik degan. Do'stlik sana nimachi zo'r bo'lib qoldi? Maxluqlar bir-biri bilan o'rlashib yashamasa, hayot ma'nisiz va xavflidir. Barakalloh. Dunyoda kuchliklarning kuchligi bo'g'inim bilan aqlim ma'u shum texnikaga yetmamdi nima? Gap qila. Do'stlik nim bilan rivoj topadi? Samimiy sadoqat bilan. Dushmanlashish nimadan paydo bo'ladi? Nomardlik va hasadxo'rlikdan. Qandoq qilganda xotirjam yashag'ili bo'ladi? Ömlük ve baraverlikni yo'lga qo'yganda. Meni do'stlikqa tanlashingga nima sabab bo'ldi? O'ldirib. Takalluf qilmay gapingni sallabda-va. Bo'ldi. Men bu iqlimda bir muncha maxluqni uchratdim. Hammadan kuchligi sen ekansan. Kuchlik narsa qo'rqimsiz bo'ladi. Sen bilan yashasam hayotim ma'nili o'tadi deb o'yladim. Shunga do'stlikqa seni tanladim. Afsus. Do'stim, mening mo kushandam bor. Ansirabli yuriyman. Sen nimadan qo'rqsan? Odamdan. Odam sendan kuchlikmi? Kuchliqo emas. Biroq farosatlik. Aql farosat hammani bo'ysundirdi. Ammasi men odamni topay. Xayr xo'sh, do'stim. Shunda qilib kuchuk odamlar bilan do'stlik o'rnatibdi. Shundan buyon u odamlar bilan yashab, odamlarga samimiy xizmat qilib kelib o'tibdi. Besh ma'nilik hikoya buva. Tushunadingmi? Tushundim. O'ltiraverib put-qo'llarim o'yishib ketibdi. O'ynab kiray buva. Chiqib o'ynab kir. To'xtab tur. Naqshcho, naqsha.